Shaharning gavjum ko'chalarida minglab insonlar orasida har birimiz o'zimizga xos maqsadlar sari shoshilamiz. Uy, mashina, karyera yoki shunchaki xotirjamlik bu orzularga erishish uchun tunu kun tinimsiz mehnat qilasiz. O'zingizni qurbon qilasiz. Lekin ko'p hollarda kuch sarflashning o'zi yetarli bo'lmaydi. Muvaffaqiyatga eltuvchi yo'lda aynan sizda qanday belgilar bor? Keling, sizni haqiqiy g'olibga aylantiradigan 5 ta muhim belgini aniqlaymiz. Birinchi, shaxsiy intizom. Ko'pchilik muvaffaqiyatni tug'ma iste'dod deb o'ylaydi. Lekin haqiqiy kuch izchillikda. Siz ishlashni xohlamagan paytingizda ham vazifangizni bajarishga harakat qilyapsiz. Bu xususiyat sizni his-tuyg'ularingizdan ustun qo'yadi va aynan shu narsa sizni maqsad sari muqarrar yetaklaydi. Jimron aytganidek, intizom bu maqsad va yutuq o'rtasidagi ko'prikdir. U siz darhol mukofot olishni emas, balki uzoq muddatli natija uchun kechiktirilgan rohatni tanlaysiz. Siz hislaringizga emas, tizimga quloq tutasiz. Aynan shu intizom, qadam-baqadam sizni albatta cho'qqiga olib chiqadi. Ikkinchi, xatodan qo'rqmaslik. Ko'pchilik uchun xato bu yakun. Siz uchun esa bu muvaffaqiyat sari qo'yilgan ilk qadam. Har bir xatolik sizga yangi dars beradi va uni qanday to'g'rilashni o'rgatadi. Yiqilmaslik emas, aynan yiqilganda o'rnidan turish muvaffaqiyatdir. Siz xatodan emas, to'xtab qolishdan qo'rqasiz. Aynan shu qat'iyat, oxir-oqibat sizni cho'qqiga yetaklaydi. Uchinchi, diqqatni jamlash qobiliyati. 21-asrda eng qimmat valyuta bu bizning diqqatimiz. Siz uni kimga va nimaga sarflayotganingizni o'zingiz belgilaysiz. Steve Jobs ta'kidlaganidek, haqiqiy diqqat bu keraksiz hamma narsadan voz kechish san'atidir. Chalg'ituvchi omillarni chetga surib, kuchni faqat maqsadga yo'naltirish taraqqiyot shartidir. Shovqinlarni o'chirib, aniq maqsad sari intilish, hayot boshqaruvini to'liq qo'lga olish va muvaffaqiyat sari qo'yilgan eng muhim qadamdir. To'rtinchi, atrofingizdagi odamlar. Ma'lumki, biz eng ko'p vaqt o'tkazadigan 5 kishining o'rtacha qiymatimiz. Bu shunchaki gap emas, balki hayotiy haqiqat. Inson atrofidagi muhit uning shaxsiyati va kelajagini shakllantiradi. Ilhomlantiradigan va o'sishga chorlaydigan davrada bo'lish o'z tanlovimiz. Kim bilan yo'ldosh bo'lish o'zlikni va kelajakni belgilaydi. Beshinchi, yagona raqibingiz o'zingiz. Atrofingizdagilar bir-biri bilan tinimsiz poygalashadi. Kim yutdi yoki kim tezroq erishdi. Lekin haqiqiy g'alaba tashqi raqibda emas, o'z eski versiyangizdan har kuni 1% bo'lsa-da ustun kelishdadir. Sizni rivojlantiradigan narsa poyga emas, o'zingizni mukammallashtirish yo'lidir. Aynan shu yo'l sizni haqiqiy muvaffaqiyatga olib boradi. Siz bu 5 ta belgiga yana nimalarni qo'shgan bo'lardingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.